Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun yong'in moylash materiallari va texnik suyuqliklari fanidan qishloq xo'jaligi energetik vositalarida yong'inlardan foydalanish mavzusini sizlarga yoritib beramiz. Ushbu mavzuni yoritish uchun quyidagi 3 ta reja asosida sizlarga ushbu mavzuni yoritib beramiz. Birinchi rejamiz neftni qayta ishlash usullari, ikkinchisi yong'inlar to'g'risida umumiy ma'lumot, uchinchisi yong'inning umumiy xossalari asosida sizlarga bugungi mavzuni yoritib beramiz. Endi qishloq xo'jaligi energetik vositalarida qaysi turdagi yong'inlardan foydalanamiz? Ya'ni qishloq xo'jaligi energetik vositalarida benzinlar, dizel yong'inlari hamda moylash materiallari va texnik suyuqliklardan foydalaniladi. Bular o'sha biz yuqorida aytib o'tgan yong'inlarimiz barchasi neft mahsulotlaridan olinadi. Endi sizlarga neft haqidagi tushuncha, neftning ma'nosi, kelib chiqish tarixi sizlarni qiziqtirsa kerak, hammani ham qiziqtiradi bu anaqa savollar. Bu savollarni sizlarga yoritib berish uchun umuman neftni haqida, neft so'zining ma'nosi arabcha so'zdan kelib chiqqan bo'lib, ya'ni arabcha nafta so'zidan kelib chiqqan bo'lib, yana nafta so'zi o'sha yerdan sizib chiquvchi suyuqlik degan ma'noni bildiradi. Endi o'sha neftning paydo bo'lishi to'g'risidagi olimlar har xil gipotezalarni ilgari suradilar. Birinchi guruh olimlarimiz vodorod va uglerod yer qatlamlari orasida juda katta bosim va harorat ta'sirida uglevodorodlardan hosil bo'lgan deb tushuntiradilar. Ikkinchi guruh olimlarimiz esa neftni organik chirish natijasida hayvonot olamida hamda o'simlik qoldiqlaridan hosil bo'lgan degan taxminni qiladilar. Endi ko'pchilik olimlarimiz ikkinchi taxmin, ya'ni neftni organik paydo bo'lish gipotezasi tarafida bo'lishadi. Ya'ni bu degani o'sha neftni uzoq million yillar ilgari o'sha o'simlik qoldiqlaridan va hayvonot dunyosining o'sha qoldiqlari, suyaklaridan yer tagida chirishi natijasida o'sha neft paydo bo'lgan degan fikrlarni ilgari surishgan. Endi neft haqida gaplashadigan bo'lsak, neftning tashqi ko'rinishi jigarrang, qora rangda bo'lishi mumkin. Ayrim hollarda och rangli yoki smolasimon ko'rinishdagilar ham uchraydi. Odatda neftning zichligi 780-920 kg taqsim metr kub oralig'ida bo'ladi. Neftning taxminan 83-86% uglerod, 12-14% esa vodorod, qolgan qismini esa oltin gurgut, kislorod va azot tashkil etadi. Neftni qayta ishlash usullari fizik usuli bor hamda kimyoviy usullardan, ikkita usuldan, ya'ni fizik va kimyoviy usuldan iborat bo'ladi. Fizik usulda uglevodorodlarning kimyoviy tarkibi o'zgarmaydi. Kimyoviy usulda esa molekulalarning strukturasi o'zgaradi. Bugungi kunda bizning respublikamizda ishlab turgan Buxorodagi neftni qayta ishlash zavodi hamda Farg'onadagi neftni qayta ishlash zavodlarida ham shu ikkita usul asosida neftni qayta ishlab turli xil neft yong'inlari hamda moylash materiallari olinadi. Endi neftni fizik usulda, bu fizik usulimizni to'g'ridan to'g'ri haydash usuli ham deb atashadi. Bu usulda yer qa'ridan qazib olingan neftni biz neftni qayta ishlash zavodiga olib kelib, o'sha zavodda joylashgan har xil hajmdagi nimalarimiz bor? Katta hajmdagi neftni qayta ishlaydigan qurilmalarimiz bor. Shu qurilmalarda birinchi minorasida, ya'ni rektifikatsion minora deyiladi. O'sha rektifikatsion minorada birinchisida o'sha yong'inlar olish uchun mo'ljallangan bo'lib, bunda yong'in har xil haroratda neftdan ajratib olinadi. Ya'ni o'sha neftni tashkil qiluvchi uglevodorodlar tarkibida yengil bug'lanuvchilar alohida, yengil bug'lanuvchilarni alohida guruhlarga, og'ir bug'lanuvchi uglevodorodlarni alohida
bug'lanuvchi uglevodorodlarni alohida guruhlarga ajratib olinadi. Olinish natijasida yengil bug'lanadiganlari alohida, og'ir bug'lanadiganlari alohida olingandan keyin ikkinchi bosqichga o'tiladi. Ya'ni biz neftni birinchi qizdirish qozonida qizdirib, qaynatib, bug'latganimiz natijasida olingan neft bug'laridan ikkinchi bosqichga o'tiladi. Bu ikkinchi bosqichda, ya'ni sovutish kamerasiga o'tadi. Sovutish kamerasida neft bug'lari sovitilib, suyuqlikka ajratiladi. Ya'ni kondensatlar deyiladi, o'sha kondensatlarga aylantiriladi. Birinchi bosqichda biz neftdan ya'ni 35-200 gradusgacha qizdirib, avtomobil, aviatsiya benzinlari va turli erituvchilar olishda ishlatiladigan benzin distillatlarini olishimiz mumkin bo'ladi. Ikkinchi bosqichda esa ushbu neftni 140-230 gradus haroratda qizdirib, reaktiv yonilg'i hamda turli kerosinlar olinadigan ligroin distillatlarini olishimiz mumkin bo'ladi. Uchinchi bosqichda esa 230 dan 330 gradus haroratli temperaturada qizdirib, ulardan biz dizel yonilg'isini olish uchun ishlatiladigan gazoil distillatlarini olishimiz mumkin. Va to'rtinchi oxirgi bosqichda 280 va 360 gradus oralig'ida qizdirib, biz neftdan solyar distillatlarini olishimiz mumkin bo'ladi. Biz neftni 360 gradusdan ortiq qizdirib bo'lmaydi. Chunki neftni 360 gradusdan ortiq qizdirib bo'lmaydi. Chunki bunda neftning tarkibidagi uglevodorodlar parchalana boshlaydi. Parchalangandan keyin undan foydalanish mumkin bo'lmaydi. Dizel fraksiyalar haydab bo'lingandan keyin ularda mazut qoladi. Ya'ni yonilg'ilar olib bo'lgandan keyin qoldiq sifatida mazut qoladi. Mazutni miqdori ancha ko'p miqdorda hisoblanadi. Ya'ni 60-80% qoldiq qoladi. O'sha qoldiqni biz mazut deb ataymiz. Ushbu mazutning kimyoviy tarkibiga qarab surkov moylari ishlab chiqarish uchun, ya'ni kimyoviy qayta ishlanadigan xomashyo sifatida foydalanib, har xil moylar olishimiz mumkin bo'ladi. Biz ushbu mazutdan moylar ajratib olganimizdan keyin qoladigan qoldiqlaridan biz o'shani motor yoki qozon yonilg'ilari sifatida foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Endi neftni kimyoviy qayta ishlashda ikkita yo'nalishi mavjud. Kimyoviy qayta ishlashning ikkita yo'nalishi mavjud. Ya'ni bular cracking va piroliz usullaridan foydalaniladi, yo'nalishdan foydalaniladi. Cracking yo'nalishida og'ir molekulalar parchalanib, yengil molekulalarga aylantiriladi. Piroliz usulida esa yuqori harorat ta'sirida parafin, uglevodorod hamda boshqa uglevodorodlarning parchalarining halqasimon tuzilishini oladi va bu olingan mahsulotlardan, ya'ni benzinlarda va kimyo sanoatining turli sohalarida juda kerak bo'ladigan aromatik uglevodorodlar, benzol va shunga o'xshash naftalin va boshqa birikmalarni hosil qilib olishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni aromatik uglevodorodlarni biz faqatgina o'sha benzin va kimyo sanoatida juda ko'plab, parfumeriya sanoatida ham ko'plab biz xomashyo sifatida foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Endi kimyoviy usulni keyin ko'p tarqalgan o'sha kimyoviy usullarda o'sha crackingni ham ikkita turga bo'linadi. Cracking usulini ham ikkita turga bo'linadi. Ya'ni termik va katamitik crackinglarga bo'linadi. Termik crackingda yuqoriroq haroratda va bosimdan foydalaniladi. Bunda o'sha neftni biz ma'lum bir haroratda qizdiramiz va ma'lum bir bosim ostida neftni haydaladi. Katamitik usulda esa unda boshqacharoq, endi harorat unchalik yuqori bo'lmaydi, lekin jarayon reaksiyasini tezlashtiruvchi modda sharoitida olib boriladi. Bu degani yana kimyoviy usulda o'sha har xil kimyoviy reaksiyalarni tezlashtirish uchun katalizatorlardan foydalanish mumkin bo'ladi. Endi olingan yonilg'ilarning, biz neftdan ajratib olingan yonilg'ilarimizning xossalari har xil bo'lishi mumkin. Ichki yonilg'ilar o'sha olingan neft mahsulotlarini
neft yonilg'ilarini biz ichki yonilg'i dvigatellarda qo'llaganimizda, o'sha ichki yonilg'i dvigatellarda kimyoviy energiyasi issiqlik energiyasi esa mexanik ishga aylantiriladi. Dvigatelning samarali ishlashi ko'p jihatdan yonilg'ining bug'lanuvchanligiga bog'liq bo'ladi. Neftdan olingan barcha yonilg'ilar turli qaynash haroratlariga ega. Dizel yonilg'isi, masalan, dizel yonilg'isi 170 gradusdan 360 gradus haroratgacha qizdirganimizda qaynaydigan bo'lsa, benzinda esa 35 gradusdan bu haroratda bug'lanish, ya'ni qaynash boshlaydigan bo'lsa, to 200 gradusgacha haroratgacha o'sha benzinimiz qaynaydi. Endi o'sha olingan neft yonilg'ilarining tarkibida juda past haroratlarda yengil bug'lanadigan uglevodorodlarning bo'lishi ham maqsadga muvofiq emas. Chunki past haroratda bug'lanadigan uglevodorodlar agar benzin yoki dizel yonilg'isi tarkibida bo'ladigan bo'lsa, dvigatelni ishlash paytida tez bug'lanib, uglevodorodlar tez bug'lanib, o'sha ta'minlash, dvigatelning ta'minlash tizimida bug' tiqinlar hosil qiladi va dvigatelning ishlashini qiyinlashtiradi. Endi shu yonilg'ilar tarkibida yuqori haroratda bug'lanadigan uglevodorodlarning ham ko'p bo'lishi maqsadga muvofiq emas. Bularda o'sha og'ir fraksiya, tarkibidagi og'ir fraksiyalar yaxshi yonmaydi va natijada qurum hosil qiladi. Ya'ni bu degani o'sha harorat sekin bug'lanish temperaturasigacha bug'lanmasdan va yonmasdan qoladigan yonilg'i aralashmamiz tarkibida qoladigan o'sha aralashmalarimiz tutun hosil qilib, dvigatelning yonish kamerasida va karburatorli dvigatellar bo'ladigan bo'lsa, svechalarda va porshon yuqori qismida qurumlar hosil qiladi. Bu qurumlar o'sha dvigatelning ish jarayonlarini buzilishiga olib keladi. Endi benzinlar ishlab chiqarishda kimyoviy usullar ancha istiqbolli hisoblanadi. Chunki bu usul bilan olingan yonilg'ilarda o'sha oldindan belgilangan uglevodorod tarkibiga ega bo'lgan tayyor mahsulot olish mumkin bo'ladi. Dizel yonilg'ilarda esa kimyoviy qayta ishlash mahsulotlaridan mahsulotlarimiz uncha ko'p emas. Atigi 20% gacha biz o'sha dizel yonilg'ilarini kimyoviy usulda, qayta ishlash usulida ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Chunki ular o'sha dizelning ishlashini qiyinlashtiradi va yonish jarayonlarini ancha yomonlashtiradi degan xulosalarga kelishimiz mumkin bo'ladi. Endi hozirgi paytda energetik vositalarda ishlatiladigan yonilg'i turlariga qaraydigan bo'lsak, bular avtomobil benzinlari, dizel yonilg'ilari, gazsimon yonilg'ilar va muqobil yonilg'ilar turlariga bo'linadi. Avtomobil benzinlari hozirgi kunda biz ishlatayotgan benzin markalari i72, i76, i80, i91, i93, 95 va 98 markadagi benzinlardan keng foydalanib kelinmoqda. Endi benzinlarni o'sha neftdan ajratib olganimizdan keyin neft distillatlaridan tozalash paytida, neftdan olingan distillatlarni tozalash paytida har xil usullardan foydalanish mumkin bo'ladi. Ya'ni laboratoriya usulida yoki bo'lmasa to'g'ridan to'g'ri haydash usulidan foydalaniladi. Birinchi A72 va A76 benzinlarimiz to'g'ridan to'g'ri haydash usulida olingan benzin hisoblanadi. AI80, AI91, AI93, AI95 va AI98 markadagi benzinlarimiz, ya'ni A so'zi avtomobil benzini ekanligini, I degan исследование, ya'ni tadqiqot usulida olinganligi, 80, 91, 93, 95, 98 sonlari esa ularning oktan sonini bildiradi. Ya'ni benzinlarning oktan soni qanchalik yuqori bo'ladigan bo'lsa, dvigatellarning detonatsiyaga turg'unligi ham shunchalik yaxshi bo'ladi. Detonatsiyaga turg'unligi yaxshi bo'lishi bu dvigatellarning normal ishlashini ta'minlab beradi degani. Ikkinchi yonilg'imiz dizel yonilg'ilari ham 3 ta turga bo'linadi. Qishki, yozgi va arktik yonilg'ilarga bo'linadi. Bu 3 ta turdagi dizel yonilg'ilari bir-biridan ularning tarkibi, bug'lanish haroratlari va qovushqoqligi bilan bir-biridan farqlanadi. Biz o'sha 3 ta
turdagi dizel yonilg'ilarini qarab chiqadigan bo'lsak, masalan, yozgi paytda qishki turdagi navdagi benzinimizni dizel yonilg'isini ishlatadigan bo'lsak, yoz paytida qishkini ishlatadigan bo'lsak, yozda o'sha qishki dizel yonilg'isi tarkibida mavjud og'ir yengil bug'lanadigan uglevodorodlarning bo'lishi hamda yozda o'sha yengil bug'lanadigan tashqi harorat issiq bo'lganligi sababli o'z-o'zidan bug'lanib, dizellarni ta'minlash tizimida bug' tiqinlar hosil bo'ladi va dvigatellarning ishlashini buzadi yoki bo'lmasa ularni o't oldirish ancha qiyin bo'ladi. Agar biz yozgi navdagi dizel yonilg'isini qishda ishlatadigan bo'lsak, ularda o'sha bug'lanish harorati ancha yuqori bo'lgan yonilg'i hisoblanadi yozgisi. O'sha yozgisini qishda ishlatadigan bo'lsak, qishki paytlarda biz dvigatellarni, ya'ni dizellarni o't oldirish ancha qiyinlashadi yoki bo'lmasam umuman yurgizib yuborish mumkin bo'lmay qolishi mumkin. Endi 3-yonilg'imiz gazsimon yonilg'i deb ataladi. Gazsimon yonilg'ilar biz energetik vositalarda, o'sha mashinalar yoki traktorlarimizda siqilgan gazdan va suyultirilgan gazlardan foydalanamiz. Siqilgan gazlar bilasizlar metan gazi, suyultirilgan gazga esa propanni misol keltirib olishimiz mumkin bo'ladi, misol qilishimiz mumkin bo'ladi. Endi keyingisi muqobil yonilg'ilar. Muqobil yonilg'ilar o'z-o'zidan nomi bilan ma'lum, shu yuqoridagi benzin, dizel yonilg'isi va gazsimon yonilg'ilarining o'rnini bosa oladigan yonilg'ilar hisoblanadi. Endi ular o'sha vodoroddan yoki biogaz yoki spirt o'sha yonilg'ilar hisoblanadi. Vodorodni ko'pchilik mana H2O suv tarkibidagi o'sha kislorodni ajratib oladigan bo'lsak, vodorodning o'zi qoladigan bo'lsa, o'sha ham vodorodni biz yoqib ishlatishimiz mumkin bo'ladi, yondirib. Biogazimiz esa biogaz o'sha hayvonot, o'simlik qoldiqlaridan hosil bo'lgan, ya'ni har xil reaksiyalar natijasida hosil bo'lgan gazlar hisoblanadi. Keyingisi spirt, bilasizlar, etil va metil spirtlarimiz bor. O'sha etil, metil spirtlarimiz ham yaxshi yonilg'i hisoblanadi. Spirt yonganda yaxshi to'liq yonadi va ajralib chiqadigan issiqlik miqdori ham normal hisoblanadi. Lekin biz ushbu muqobil yonilg'ilarimizni dvigatelda to'g'ridan-to'g'ri qo'llab bo'lmaydi. Buni faqatgina o'sha benzinlarga, dizel yonilg'ilar yoki gazsimon yonilg'ilarga qo'shimcha qo'shib, ya'ni uni yonilg'ilar tarkibidagi uglevodorodlarga ta'sir etmasdan ulardan foydalanish mumkin bo'ladi. Ya'ni ularni tejash maqsadida shu yonilg'ilarni ma'lum bir miqdorda qo'shib ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Mana shu bugungi mavzumiz shulardan iborat edi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.